Administratsiya prezidentga yangi taklif bilan murojaat qildimki, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Barcha migrantlar bilishadiki, qachonki patentlarni qo'llariga olishsa, u yerda должность, ya'niki mutaxassisliklari ukazать qilingan bo'ladi. Masalan, oshpaz bo'lib ishlasalar, повар, только короткий, masalan, qisqagina повар deb ukazать qilishadi. Shu sohaga o'xshashroq bo'lgan ishga ham ishga joylasha olishmaydi. Bu patent agarda ikkinchi ishga shu sohaga o'xshashroq bo'lgan ishga kirishsalar, patentlari недействительный deb hisoblanadi. Administratsiya prezidentga yangi taklif bilan murojaat qildimki, masalan, shu korotkий поварda o'rniga umumiy ovqatlantirish sohasi ishchisi deb ukazать qilinsa, bu hech qanday zakonni buzmaydi va siz shu sohaga o'xshashroq bo'lgan ishda ham ishlash huquqini beradi. Do'stlar, o'ylaymanki bu globalniy muammo. Agarda shu narsani принять qilishsa, minglab migrantlarda hayoti yaxshilanadi, bir ishdan ikkinchi ishga joylasha olishadi. O'ylaymanki bu предложениeni ko'rib chiqishadi va javobini berishadi.